Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugun 82.1 balishtimos traktorimizga raqobatbardosh bo'lgan Xitoyning Yuto zavodini Yevro standartlarga javob beradigan 804 modelini batafsil obzorini qilib o'tamiz va videoni oxirida narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Xarid qilish usullarini ham birgalikda ko'rsatib o'tamiz. Bizga like bosishni unutmang, obuna bo'lib qo'ying. Bu videoni qayta topa olmasligingiz mumkin. Assalomu alaykum bizning kuzatuvchilarimiz. Aka, endi qaysi traktordan boshlaymiz? Belarusmi yoki Yoto? Albatta, Belarus traktorlarimizda hamma akalarimiz o'zlari biladi, tushunishadi. Qisqacha Belarusdan boshlaymiz, batafsil Yutoda davom ettiraveramiz. Bu Belarus 82.1 oldi balishtimos. O'sha mashhur bo'lgan traktorimiz. Hamma fermer biladi bu traktorni. Albatta, hamma fermerlar biladi. Haydov uchun mo'ljallangan. Xuddi shuni 82.1 oddiy mosli traktorlarimiz ham bor. 76 qator orasiga regulirovka qilsa bo'ladi. O'shanga moslab chiqarilgan D243 Minskiy motorli zavod dizelniy generatori dvigateli turibdi. O'sha kompressorlari, bundan tashqari mana filtrlarni ham ko'rishingiz mumkin. Traktorlarimiz oddiy, apparatlari ham forsunka bo'ladi. Bu hozir yangilangan partiyasi, mana faralari ham yangilanib kelgan. Balonlari Belshina, o'sha mashhur Belarus traktorlariga qo'yiladigan Belshina balonlardan. Bunga yana orqa naviskasini ko'rishingiz mumkin. Usulini qilingan. Elektrochas, gidravlika qismlari ham zamonaviy agregatlarga, hozirgi zamonaviy agregatlarga bemalol tushadi. Bu traktorimiz universal hisoblanadi. 82 kilo orasida turbo kompressor yo'q traktorimizda. 80 ot kuchi, 59 kilovatli hisoblanadi. Xuddi endi 80 ot kuchli 804 Yuto traktorimiz. Boya aytib o'tganimizdek, bu balishni mosni peridelka qilish kerak, ustki balon taqish kerak. Balonlarni yoki teskari qilib 76 ga tushirsa bo'ladi. Lekin Yuto 804 traktorimiz o'zi zavodskiy 76 804 traktorimiz zavodskiy 76 sistemada kelyapti. Sababi o'zi paxtalarimiz ham, hamma dalalarimiz ham o'zi 76 sistemaga o'tyapti. O'shaning uchun buni yana 70 ga ham bemalol tushirsa bo'ladi. Oldida balonlar diskasidan almashtirib bemalol tushirsa bo'ladi. Aka, shun bo'yicha yana Yoto o'zi 1955-yildan beri faoliyatini qiladi. To'ppa-to'g'ri 1955-yilda Xitoyda eng birinchi ishlab chiqarilgan traktor zavodi hozirgi kunga kelib Yevro standartlarga javob beradigan Yuto traktorlari ishlab chiqaryapti. Ko'rishingiz mumkin. Bu 804 modellarimiz maxsus injenerlarimiz borib, O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib, fermerlarimizni o'rganib, zakaz berilib kelyapti. 4 porshinli hisoblanadi. Apparat qismlari ham oddiy, forsunkali apparat. Filtrlarni ko'rishingiz mumkin. Tepaga qo'yilgan sababi O'zbekiston sharoitida har xil yerlar bor. O'zida komandirovkada ham borib ko'rib keldik. O'sha changli yerlar bor. Ish jarayonlari hammasi ish jarayonlarini ham ko'rdik. 804 modeli o'sha o'q ariqlarni ham tortgan videolari ham bor. Orqa naviskasiga hali alohida to'xtalib o'tamiz. Buni bu traktorimizda yana kelib ko'rishingiz mumkin. Baklari ham plastmassali bo'lib kelgan. Plastmassali baklar nimaga yaxshi? O'sha salarkamiz ko'p miqdorda ancha vaqtda turgandan keyin o'zini xususiyatini yo'qotmaslik uchun orqa balonlarni ham ko'rishingiz mumkin. Mana bu orqa naviskamiz. Orqa naviskaga keladigan bo'lsak, 804 modellarimiz ham ichki bartovoy hisoblanib, gidravlik elektrochas qismlari ham bemalol hozirgi zamonaviy agregatlarga tushadi. Orqa naviskamiz ham 2 tonnagacha bo'lgan agregatlar bemalol ko'tariladi. Orqa naviskamiz bemalol ko'pchilik akalarimiz, fermerlarimiz kechqurun ishlashga to'g'ri kelib qoladi. O'shanda mana rushnoy orqani tushirib ko'taradigan rushnoy anavlarimizdan bor. Bundan tashqari yana Xitoydan kelsa injenerlar har bir traktorga olib borib ko'rsatib kelyapmiz va komandirovkaga chiqqanimizda ish jarayonlarini ham ko'rib, videolardan lavhalar qo'yib ketyapmiz. Bu Belarus traktorimiz 82.1 hozirgi kundagi narxi
traktor bor o'zida. Balishli mos 355 million so'm. Xuddi shuni oddiy mosligi bor. Oddiy mosligi 340 million so'm. 804 modelimiz esa 330 million so'm. Hozirgi kunda traktor bor o'zida. Albatta bularni naqd pul ko'chirish yoki boshlang'ich 25% to'lab 1 yildan 3 yilgacha lizing qilib ham chiqarib beramiz. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. 82 traktorimizga ko'p akalarimiz hozir so'rashi mumkin, Ulug'bek. Ko'proq ma'lumot berilmadi deb. Bu traktorimizga o'zi ma'lumot uncha kerak emas, chunki hamma akalarimiz biladi bu traktorimiz haqida ma'lumotni. Hozir bunaqa qilsak, ikkalasini ham bir test drive ko'raylik. Test drive qilib bir fikrlarimiz haqida ulashamiz unda. Va albatta bizning fermerlarimiz o'zlariga tanlashadi. Aha. Xohlasangiz Belarus, xohlasangiz Yota. Ikkita bir xil traktorlar. Hozir maslaga batafsil ma'lumot berib ketadilar boskamiz Yota haqida test drive'dan keyin. Yotani oldida toshlari ham bor-da mana. O'zini toshlari ham bor. Zavodskiy toshlari bilan kelgan. Bundan katta traktorlarda bu 804 balansirovka tosh uncha qo'yilmagan, sababi bu qatorrasiga moslashgan. Bundan katta traktorlarimizda balonlariga balansirovka toshlari ham qo'yilgan. O'zi haydovchi bo'lib ketadi bularni. Bunda birinchi Belarusdan boshlaylik. Belarusdan boshlaymiz aka. Belarusdan. Ko'pincha fermerlarimizda shubha bo'ladi Yota haqida. Lekin уже 500 tacha, 600 tacha traktor sotilib ketdi 5 yil ichida. Albatta. Shu hamma Yota olganda yaxshi fikrda yurishdi hozir. Xudo xolisa ikkinchi Yota olamiz deb. Kommentariyaga ham bemalol yozib ketsa bo'ladi. Belarus. Test drive. Albatta bu Belarus 82 traktorimiz. Hozir mana test drive ko'rdik. Endi Yuto 804 traktorini ham bitta haydab ko'ramiz va keyin birgalikda baho beramiz. Albatta bu ko'rdingiz. Hozir unda bir salonda ham bitta video obzor qilaylik, Ulug'bek, yoki emotsiyalar bilan ulashamiz ular. Emotsiya lekin bomba bu Yuto. Aka o'zingiz fikringiz qaysi biri qulayroq haydashga, Yotami yoki Belarus? Albatta haydashga ko'rib turganingizdek o'zi Yuto juda qulay. Skoroskga tushishlari ham hammasi qulay. Endi 82.1 ham qulay, baribir lekin Yutochalik emas. Yotodan komfortiga yaxshiroq. Komfort jihatdan albatta Yoto ham juda qulay. Bitta salonni ham bitta obzor qilaylik unda. Salonni ko'rsatamiz. Zadniy kameralari, qo'shimcha ventilyator, magnitola, konditsionerlari ham bor. Bu quyoshdan to'sqichlarimiz ham. Salon qismi o'zgacha atmosferada. Traktorimiz mana ko'rib turganingizdek deyarli hamma datchiklar ishlab turibdi. Hamma tabloda datchiklari ko'rinib, bilinib turibdi. Komfortli ham o'ta komfort. Passajirning yana turadigan joylari bu orqada zip qopi. Zip qopida Yuto traktori xarid qilgan akalar o'zlari biladi. Yaxshigina sovg'alari bor. Skoroslari to'xtalik skorost hisoblanadi. Hozir 82.1 traktorimizda ham salon qismini obzorini qilib o'tamiz. 804 traktorimiz oldida toshlari bilan bu 82.1 balishli mos traktorimiz. Narxlarini ham yana bir aytib o'tamiz. 804 traktorimiz hozirgi kunda 330 million so'm. 82.1 balishli mos traktorimiz 355 million so'm. Bu 82.1 traktorimiz. O'sha mashhur yo'llardan
Bu yangi partiyadagi traktorimiz, magnitofon, konditsionerlar bilan jihozlangan. Bu salon qismini traktorchi akalarimizga ko'p tushuntirishga hojati yo'q, sababi bu salonni hammasi o'zlari biladi. Zip qoplari bilan kelgan. Zip qoplarida ham narsalar chiqadi. Albatta bu traktorlar haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqing yoki kommentariyaga Yuto xarid qilmoqchi bo'lgan akalar kommentariyaga Yuto so'zini, Belarusga qiziqib Belarus olmoqchi bo'lgan akalar 82.1 Belarus so'zini kommentariyaga yozib ketsin. Biz albatta sizlar bilan aloqaga chiqamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kommentariya qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Bu videoni boshqa topa olmasangiz mumkin.